Mart bugun onajonlar bayrami, yo'llariga poyandoz dasta gullar boylama. 8-mart bugun faqat onalar bayrami, qizlar esa bu bayramni bizniki deb sayladi. Qizlar balon yebsizlar, sovg'a olmaysizlar, chunki 14da bizga bermagansizlar. Qizlar ayorsizlar, sovg'amizga zorsizlar, 3 yildan beri bizni aldaysizlar. Qizlar, sizda inson bormi? Bezay bo'lib so'raysiz, sovg'a olishdan oldin berishni ham bilmaysiz. 8-mart bugun kalendarda boshi yo'q bugun, qaysi bola sovg'a bersa bo'lib ketsin. Nima? Chuqurlash deyapsan, jo'ra? Ha, chuqurlashamanda alam qilyapti. Va qizlar, nima faqat sizlarni bayraminglarda dam bo'ladi, biznikida faqat karantin. Sizlar uyda yotib mazza qilib sovg'ani olasizlar, biz yuramiz. Va qizlar, hech kim mendan sovg'a so'ramasin. Yo'l bilimdan chiqsanglar, urib o'ldirib qo'yaman. 8-mart bugun faqat onalar bayrami.